Assalomu alaykum. Kitobsevar kitobxon. Qorasuv shahar axborot kutubxona markazi Kitob insonni ma'naviyat sari yetaklaydi loyihasi doirasida yozuvchi Shahodat Isaxonovaning Bibixonim kitobi. Iste'dodli yozuvchi Shahodat Isaxonovaning Turon malikasi turkumida berilayotgan Bibixonim asari sohibqiron Amir Temur saltanatining toji uning bosh malikasi Saroymulkxonim Bibixonim hayotiga bag'ishlangan. Bibixonim o'z davrining ma'rifatli, oqila, oliyjanob, tiynatli, tiyrak, fikrli ayollar sarasiga kiritilgan. Katta shoh sifatida tarix sahifalarida muhrlangan malikadir. 7 iqlim xoqoni ulug' Amir Temurga yelkadosh, avlodlari tarbiyasida mas'ul malika hayot sinovlarida, evrilishlarda so'nggi lahzalarigacha sadoqatli sobit qolgan, o'z shaxsini asray olgan insondir. Ulug' Amir Temur haqida bitilgan asarlarda uning ham muborak nomi zikr etilishi bejiz emas. Yozuvchi Bibixonimning ana shu faxrli, ibratli hayotini xulosa chiqarishni kitobxonlar zimmasiga havola etgan. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishingizni tavsiya etaman.